Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan asosiy o'tiladigan mavzumiz there is zero haqida bo'ladi. Demak, there is zero ni o'zi asli tarjimasi nima? U ham uch xil tarjimaga, xuddi have got, has got bilan deyarli bir xil tarjima qilinadi. Darak shakl bo'lsa bor, inkor shakl bo'lsa yo'q, so'roq shakl bo'lsa bormi deb tarjima qilinadi. Demak, tixri armas bu. There is zero. Ana shunday. There is doimo bitta otlar uchun, zero bo'lsa doimo ko'plik otlar uchun, ikkita o'ndan ko'p otlar uchun ishlatiladi. Va buning asosiy ishlatilish maqsadi biror bir shaxsni yoki biror bir narsa, predmetni qayerda borligini, biror bir joyda borligini ko'rsatish uchun ishlatiladi. Misol uchun qaraysiz, there is a car, mashina bor. There is a dog, it bor. There is a pen, mushuk bor. Pen ruchka bor. There is a boy, bola bor. Endi qarang, uni yonboshidan qayerda kelganligi, u narsa yoki biror shaxs qayerdaligini ko'rsatib kelyapti. There is a car, mashina bor at street, ko'chada. There is a dog, it bor. Qayerda? In the room, xonada. Yoki there is a pen, ruchka bor, on the table, stol ustida. Yoki there is a boy, bola bor, at the party. Yoki aytishimiz mumkin. Mana bu yerda yozamiz. There is a cat, mushuk bor. There is a cat, mushuk bor misol uchun. Xo'p, in the box deylik. In the box. Qutini in ichida. Qutini ichida mushuk bor. Biror bir narsa, predmetni biror bir joyda borligini ko'rsatish uchun ishlatilyapti. There is zero. Endi ko'plik o'tamiz. There are cars, mashinalar bor. There are pens, ruchkalar bor. There are children, bolalar bor. Va doimda yonboshida qayerda borligini ko'rsatyapti. There is a cars, there are cars, mashinalar bor at street, ko'chada mashinalar bor. Yoki there are pens, ruchkalar bor. Qayerda? On the table, stolni ustida, on ustida degan. Yoki there are children, bolalar bor at the party. Ba'zimda biror partiyada bolalar bor, partida bolalar bor. Ana shunday. Yoki yozsak bo'ladi. There are students. There are students. Studentlar bor at university. University. Universitetda studentlar bor degan tarjimani beradi. Keyingisiga o'tamiz. Demak, bu bor degan tarjima. There is zerodan keyin doimo ot qo'ying. There is zerodan keyin fe'l yoki sifatga ketmaydi. Doimo to'g'ridan to'g'ri o'zi bilan ot ishlating. Keyingisiga o'tamiz. Endi bu yo'q degan tarjimani ham beradi va bu doimo not inkor yuklamasi orqali yasaladi. Xo'p. There is not degani yo'q degani. Zero not degani ham yo'q degani. There is not a car, mashina yo'q. There is not a dog, it yo'q. There is not a pen, ruchka yo'q. There is not a cat yoki mushuk yo'q. Ana shunaqa holatlarda to'liq ishlatiladi. Keyingisi there are not boys yoki bolalar yo'q. There are not cars, mashinalar yo'q. There are not children, children yo'q. There are not misol uchun cats, mushuklar yo'q degan tarjimani beryapti. Endi buni so'roq shakli ham bor. Biror kishidan, biror yerda, biror nima borligini so'ramoqchi bo'lsangiz, bormi deb so'raysiz. Sizda bo'lsa, to begin men not qo'shib emas degan tarjimasi qildim. Have got, has got ga ham there is va this, that, this so'z ko'rsatish olmoshlariga not qo'shsam, yo'q degan tarjimani berganda, ularga ham xuddi shunday not qo'shib qo'ydim. Yordamchi fe'ldan keyin not qo'shaman. Lekin mana bu emizar fe'l birinchiga, ya'ni to be'ni so'roq shakli qanday salardi? Emizar birinchiga chiqardi. This setni ko'pligi ham is are so'roq shakli egadan oldinga chiqariladi. Yoki have got, has got ni ham ko'pligi bir ko'pligi demas, so'roq shakli egadan doimo oldinga chiqariladi. Bunda ham xuddi shunday bo'ladi. Is there bo'lsa yoki are there bo'lsa bormi degan tarjima beradi. Is there a cat? Xo'p, mushuk bormi? Is there a boy? Bola bormi? Yoki is there a dog? It bormi? Yoki is there a pen? Ruchka bormi? On the table, stol ustida. Stol ustida. Stol ustida ruchka bormi? So'rayapmiz biror kishi. Yoki ko'plik o'tamiz. Are there cars? Mashinalar bormi? Are there toys? O'yinchoqlar bormi? Are there dogs? Itlar bormi degan tarjimani beradi. Endi tabiiyki siz bitta savol tug'ilishi mumkin. Have got, has got ni ham tarjimasi bor, yo'q, bormi degan tarjimani beradi. There is ham xuddi shunday bor, yo'q, bormi degan tarjimani beradi. Bir-biridan farqi nimada deydigan bo'lsangiz, bir-biridan farqini ko'rib chiqamiz hozir. Bir-biridan farqi. Demak, yozamiz. There is a cat. Mushuk bor in the room. Xonani ichida mushuk bor bo'ldi. Xonani ichida mushuk bor. Endi qarang, buni have got bilan berib ko'ramiz. Room has got a cat.
Buni tarjimasi bo'ldi. Xonani mushugi bor bo'lib qoldi. Xonani mushugi bo'lishi mumkinmi? Bu login jihatdan xato. Yoki aytaman. There are boys. Bolalar bor. In the room. Xonada bolalar bor dedim. Endi have got bilan berib ko'raman. Has got bilan. Room has got boys. Xonani bolalari bor bo'lib qoldi. Have got has got biror shaxsda, biror narsada, biror narsa borligini ko'rsatadi. Zera bo'lsa, biror bir joyda borligini ko'rsatadi. Misol uchun aytaman, xonada oilamda 5 ta odam bor. There are 5 people. 5 people in my family. Yoki there is pen, ruchka bor on my hand, qo'limda. There is watch, soat bor on my hand, meni qo'limda. Yoki there is a pen, ruchka bor on the table, stolning ustida. Yoki there are cars, mashinalar bor at street, ko'chada. Yoki there are cats and dogs, itlar va mushuklar bor in my house, meni uyimda bor. There is biror narsani bor yoki yo'qligini ko'rsatadi va o'sha joyi bilan birga kelishi shart. Mana shunday, bunga esdan chiqmasin. Darakka 10 ta, so'roqqa 10 ta, inkorga 10 ta. Eng kamida bo'lmasa 20-30 tacha gap tuzib ketavering. Gap qancha ko'p tuzsangiz, sizni esingizda doimo qoladi. Writing yozishda ham esingizda qoladi. Speaking qilishingizga bizga ancha katta yordam beradi va doimo uni to'liq qachon ishlatilish holatini 100% o'zlashtirib olasiz degan umiddaman. Gap tuzish orqali.